Assalomu alaykum. Sementalchi bola kanali obunachilar va chorvashbozlar. Mana bugun xudo xolasa kunimiz 15-aprel 2026-yil. Haftaning chorshanba kuni. Akalar, bizni Sementalchi bola kanalini kuzatinglar. Telegramda kanalimiz bor. Linklarni qo'yib qo'yganmiz YouTube'da. Anonda bor keyin. Instagramda. Akalar, mana bu sistemlarni qanday yetiltirasizlar sizlar deydi ko'pchilik. Kameramiz sal qirib qolib shekilli. Mana bunaqa mollarga 2-3ta mol qo'yamiz. Mana karablga deydi-ku. 2-3ta mol qo'yamiz, ham yuradi. Joylari keng. Tashqariga chiqib yuradi ona yerda. Alohida o'chasi bor. O'ynab yuradi. Keyin akalar mana. Yana bu o'zini bolasi. Bunga bitta qo'shganmiz. Mana bular sutdan chiqqan variantlar akalar. Sutdan chiqqan variantlar mana. Hozir bo'lishdilar bor. Mana bu birinchidagi sigirli bolasi. Mana keyin akalar. Mana bu shved tegida. Mana ikkita semental. Bitta o'zini bolasi bor. Bunday qilib yetiltiriladi bular. Bular mana shunday qilinib, mana ko'chatchani ko'rasizlarmi? Yelkalarini cho'yli bo'ldi. Mana shunday sutga yemdirib o'ziga yemdiramiz-da. Ko'pchilik so'rashadi-da, sut yemdi mollarda sizlar qanday katta qilasizlar? Mana bu shunday katta qilamiz, akalar. Mana shu holatda. Hammasi alohida turadi. Bir-birini bolasi ham qo'ymaydi. Onalari ham bo'shayadi. Katta mollarga qo'yiladi. Mana shvedniki. Mana shvedni o'zim bolasi, mana ikkita sementali. Mana akalar, shunday. Bular sutdan chiqqan variantlar. Yana kimga qanday ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.